Jon dadasi, aqlingizni yig'ing. U ayol sizni xor qiladi. O'chir ovozingni. U sen o'ylaganda emas. Nimaga tushunmaysiz? Otani shunaqa harom yurishi bolaga uradi. Hech bo'lmasa qizimizni o'ylang. Nimalar deyapsan? Men uni halollab o'z nikohimga oldim. Nima? Endi u ham xuddi sendek meni xotinim bo'ladi. Xohlasang shu. Bo'lmasa ana katta ko'cha, yo'qol uyingga. Hali kuningiz ko'chadagi xotinlarga qoldimi? Nima? Nima deding hozir? Tiling chiqib qolibmi seni? Ma! Nimaga yig'layapsiz, oyijon? Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mehmon qabul qilasizmi, go'zalim? Siz mehmonmas, uyimizni shohisiz-u. Keling.